Hozirgi kunda innovatsion usulda ishlab chiqariladigan aminokislotalar o'simlik tarkibida juda kam miqdorda, lekin juda katta vazifalarni bajarib beradi. Aynan shu narsalarni ilmiy asosda, tajribalar asosiga isbotlangan holatda Aminochip kompaniyasi o'zining yangi zamonaviy innovatsion usulda olingan Aminochip Natromax aminokislotalarini tavsiya qiladi. Aynan bu preparatimiz tarkibida o'simlik tomonidan juda kam miqdorda sintez bo'ladigan, lekin juda muhim jarayonlarni bajaradigan, o'simlikni turli xil stresslardan olib chiqadigan, rivojlanishni rag'batlantiradigan, hosil sifatini oshiradigan va hosil turg'orligini, ya'ni tashish hamda uni chiroylilik qavatini, ta'mini, tabiiyligini oshirib beradigan aminokislotalar to'plamidan iboratdir. Aynan bu preparat ta'sirida o'simlikni tabiiy immun tizimi ko'tariladi, o'sish rivojlanish oshadi va shu bilan birgalikda olgan hosil sifatingiz sifat jihatidan ham, ko'rinish jihatidan ham ancha yaxshi holatga keladi. Aynan bu preparatimiz hozirgi kunda juda ko'p qishloq xo'jalik ekinlarida qo'llash tavsiya etiladi.